Assalomu alaykum Uyg'ur radiosining aziz anglag'uvchilari. Kitob o'qish sahifamizda Islom va ayol huzuringizlarda. Avtori Bayroqdor Bayroqdi. Tadbiriyat nashriyati. Ovozda Xadicha Uyg'ur. 11-qism. 2-bob Mehr muhabbat. 1-paragraf Mehr muhabbatning mohiyati va ma'arif. 1-tema Mehr muhabbat bilan munosabatlik uqumlar. Bugungi dunyo eng ehtiyojli bo'lgan qimmat qarashlarning biri kishilarni Alloh bilan va o'zaro bog'laydigan mehr muhabbat hisoblanadi. Kishilarning muhabbat tuyg'usi uzundan beri parvizsiz qolgan bo'lib, ko'ngil bilmaslik sababidan yov o'tlar besib ketgan tuproqqa aylanib qoldi. Muhabbatni tayanch qilgan kultur va madaniyat barpo qilgan inson bu tarifi bilan hayvonlardan farqlanib turdi. Muhabbat rishtisi bilan kultur yaratadigan kishilik munosabat qattiq, qo'pol, jonsiz va rahim shafqatsiz bo'lmaydi. Mehr muhabbat ideologiya, jamoat va mazhablarning jamiyatni bir-biriga dushman lagerlarga ayirishning oldini oladigan mexanizmlarning biri. Shunglashqa muhabbat uqumi o'zi ichiga oladigan barliq mazmuni bilan tadqiq qilishga arziydigan muhim qimmat qarash. Biz uni hissiyotning onasi deb ataymiz. Muhabbatni ifodalaydigan bu kalima so'z boyligi eng mo'l bo'lgan arab tiliga mansub. Muhabbatni tasvirlashga tilning ojiz keldiganligi bir haqiqat. Shundaqdimi muhabbatga nihoyatda qiziqarliq aniqlam bergan va tushundirgan mutafakkurlar bo'lgan. Söygü, muhabbat uqumi turinib chiqqan hop so'zining ma'nosi bo'lib, hopdan turinib chiqqan hop kalimasi bug'doy, arpa va uzum donasini ifodalaydi. Bu so'z yana mo'ldir donchisi degan ma'noni bildirdi. Her bir o'simlik va meva-chevalarning donasi va urug'i ma'nosini bildirgan hop so'zi turk tilida muhabbat deb ataladi. Yurakdagi yig'ilib qolgan qon, habbatul qalb deb ataladi. Bu ifoda birovning boshqa birini yaxshi ko'rib, ya'ni oshiq bo'lib qilish uchun ishlatiladi. Bir odamning qalbining qini qarshi tarafning qini urildi, ya'ni uningga oshiq bo'lib qoldi. Boshqacha aytganda, birov qarshi tarafdagi javharni yoqtirib qoldi deganlik bo'ladi. Agar biz bu ma'noni chiqish qilsak, muhabbat deb ataladigan habbaning qalbning o'tirsi degan ma'noni bildirganligini tushunib yetamiz. O'simliklarning urug'i va donalarini ifodalaydigan muhabbat uqumi bu ma'nolar nuqtasidan aytganda ma'arif bilan zich munosabatlik. Urug' va don o'simliklarning javhirini tashkil qiladi. Urug' ichidagi meg'iz o'simliklarning planini, ya'ni taqdirini o'ziga mujassamlagan bo'lib, meg'iz mazkur o'simlikning qanday o'simlik bo'lganligi va qanday meva berganligini belgilaydi. Urug' munbat tuproqqa terilganda, u ichidagi taqdirini o'ttirg'i chiqarib, nima ekanligini kishilarga namoyon qildi. Mehr muhabbatmi kishilarning javhiri moyitini tashkil qildi. Insoniyatning taqdiri va kelgusi ana shu javharda mavjud. İnsaniyatning xo'shaligi, tinchligi va ishonchisini oshiradigan yushurun kuch dal seg'inishlik muhabbatga yushuringan. Muhabbat deb ataladigan urug' uchun o'sib yetiladigan va o'zdagi javharni oshkor qiladigan ma'arif muhitini barpo qilish hamidan muhim. Urug' donsiz o'simlik turlari bo'lmag'achqa, mehr muhabbatsiz kishining salomatligi, madaniyati, yetilishi va xo'shalligi mavjud bo'lmaydi. Agar insoniyat uchun madaniyat, pishib yetilish va xo'shallik izlasak, undaqda kishilarning qalbiga muhabbat urug'i chechish, sug'urish va yetishtirish kerak. Chunki baxt tarixi kishilarning qalbidagi muhabbat urug'idan o'nib chiqdi. Mehr muhabbatni asos qilmaydigan va uni kishilar orasida oddiy nishonga aylantira olmaydigan ma'arif urug'dan, dandin va javhardan yo'qsul deganlik bo'ladi. Mehr muhabbat qimmat qarashini singdirmaydigan ma'arif kishilarning qalbini bo'lib yoshlarning qalbini qaqas cho'lga aylantirib qo'ydi. Xuddi urug' terimagan dehqon husul ololmagandek, mehr muhabbatdan mahrum ma'arifmu haqiqiy inson yetishtirib chiqolmaydi. Bu ma'nolar chiqish qilinganda mehr muhabbat javhar, urug', meg'iz va mohiyatni ko'rsatadi. Shunga kelinglar, insoniyat bog'chisiga muhabbat urug'ini birlikda teraylik. Chunki ana shu vaqtda ondan adovatning urug'i muhabbat rishtasi orasiga kirolmaydi va hech kim kishilarning xushalligini ko'rib ololmaydi. Tema muhabbat uqumi. Turkchimizga o'tgan yana bir suyumli uqum muhabbat bo'lib, sof va so'zilgan ma'nini bildirgan bu so'z manfaatni asos qilmagan sof va samimiy sevgini ifodalaydi. İnsan ruhini saflashtirganligi va kishilik munosabatlarni pok ham yaxshi niyat ustiga barpo qilganligi uchun muhabbat yuqorqi ma'noni ifodalaydi. Bu sababdan garchi sevgi hissiyoti hisoblansa-mu, ammo mehr muhabbat texmi keng doiralik ijtimoiy ma'noga ega.
Sevgi degan hissiyot kishining qalbidan bir urib chiqib, ijtimoiy hayotda shoxlanganda u muhabbatga aylandi. Shundaqla kishilar o'rtasidagi munosabatni butkul yomon niyatlardan xoli bo'lgan asosga ega qiladi. Moddiy kirlarni tozalaydigan suning o'rnini ma'rif sohasida sevgi, ya'ni mehr-muhabbat oladi. Ikki hidrogen atomi va bir oksigen atomidan hosil bo'lgan suning tozalash rolini ma'naviy sohada mehr-muhabbat ado qiladi. Xuddi yot moddalardan tozalangan suv qon tomirga ukul qilinganda kishilarni zaharlamagandek, manfaat va yomon g'arazdan xoli bo'lgan mehr muhabbat deb atalgan sevgimi kishilarning qalbiga va munosabatiga ukul qilinganda ularni zaharlamaydi. Qattiq yomg'irdan shakllangan kalkundagi suv ko'pikchilari ma'nisini bildirgan hubob so'zdan turinib chiqqan muhabbat so'zi ma'shuqini ko'rishga intilgan kishining hayojonini ko'rsatadi. Demak, suv muhabbat hukmining yadrosi bo'lib, kishining kishiga bo'lgan muhabbat jo'shqisining ismimi muhabbat deb ataladi. Boshqacha aytganda, yomg'irdan paydo bo'lgan sel tez sur'atda dengizga yetib bormoqchi bo'ldi. O'xshashla muhabbatga to'lgan qalbmi kishilar bilan jam bo'lishga intilganligi uchun bu ma'noga ega bo'lgan. Bu ma'nodan aytganda muhabbat rahim shafqat bo'lib, suv deb atalgan rahmat yomg'ir yoqqanda yer yuzi yeshillikqa purkunib va jonlanib barakat paydo bo'ldi. Muhabbatmi o'z navbatida ijtimoiy turmushni yechillashtirdi, jonlantirdi va beyitdi. Mehr-muhabbat bo'lgan yerda jazman hayotlik, mo'lchilik ham huzur bo'ladi. Sevgi Taho surasining 39-oyatida muhabbat shaklida tilga ilingan. Mening ko'z oldimda tarbiyalanishing uchun sana men tarafdan bo'lgan sevgi muhabbatni soldim. Musa payg'ambarning tarbiyalanishi uchun Alloh uningga o'z tarafidan muhabbat ato qilgan. Bu deganlik, birinchi, mehr muhabbat sabablik Hazrati Musaning dushmani Fir'avn Musani o'z o'rtasida biqib cho'ng qilgan. Mehr muhabbat dushmanni do'st ko'rsatadi, ya'ni do'st qiladi. Agar sevgi muhabbat bo'lmagan bo'lsaydi, Hazrati Musaning Fir'avnning o'rtasida cho'ng bo'la olishi mumkin emas edi. Ikkinchi, sevgi muhabbat ma'rifning tavriklarining biri bo'lib, yaxshi ko'rmagan odamni tarbiyalagan bo'lmaydi. Balalara bo'lgan muhabbat, o'quvchilarga bo'lgan muhabbat ma'rifni jalbkor qiladigan bo'lg'achqa, balaning tarbiyalanishiga javob mushaqqatlarga bardoshlik bergan bo'ladigan holga keltirdi. Mehr muhabbat ma'rifning javob mushaqqatlarini xushallikqa aylantirdi. Dushmanni do'st qila oladigan darajada cho'ng o'zgarish hosil qila oladigan sevgi, ya'ni muhabbat ma'rifning yo'lini ochib, nishonga qarab ilgirlashni kapolatga ega qiladi. Shundaqla unumdorligini oshirib, uni ishtiyoqqa aylantirdi. Uning mangulik bo'lishiga kapolat qiladi. Mehr muhabbatsiz ma'arif nachar, saviysiz, tor va jafoliq bo'ladi. Mehr muhabbat ma'arifning ta'mi, meg'izi va jalbkor omili bo'lib hisoblanadi. Mehr muhabbat yuzlangan obyekt va ega bo'lgan zichlik nuqtasidan xavf paydo qilishi mumkin. Boshqacha aytganda, muhabbat deb atalgan his tuyg'u qo'sh bisliq xanjarga o'xshaydigan bo'lib, u odamni fazilatga yetakligindek pastkashlikdan boshlaydi. Yuzlangan obyektga asosan muhabbat insonga ham foydali, ham ziyonli bo'lishi mumkin. Muhabbatning kishida fazilat shakllantirishi uning qaysi obyektga yuzlanganligi bilan zich munosabatlik bo'lib, undan boshqa uning yuzlangan obyektga qanchalik darajada ahamiyat berganligi nihoyatda muhim. Hammaga qodir Alloh sevgi muhabbatning Allohdan boshqaga haddidan ziyoda markazlashishini mundaq tasvirlagan. Sulaymon alayhissalom aytdi: Bu mal sevgisi meni Rabbimga bo'lgan ibodatdan yiroqlashtirdi. Sot surasi 32-oyat. Sevgi muhabbat tuyg'usiga nisbatan mal bir obyekt bo'lib hisoblandi. Kishining mol-mulkni yaxshi ko'rishi nihoyat tabiiy ahvol. Ammo tabiiy bo'lmagan narsa shuki, mol-mulkni haddidan ziyoda yaxshi ko'rish kishilarni Allohdan yiroqlashtirdi. Sulaymon payg'ambar buni tushunib yetgan va Allohdan boshqaga markazlashgan muhabbatning o'ziga ziyon soldiganligini his qilgan. Acaba mal-mulkni suyish nima uchun kishilarni Allohdan yiroqlashtirdi? Ko'rib o'tganimizdek, yuqorida tilga olgan oyatda "Meni Rabbimga ibodat qilishdan yiroqlashtirdi" degan jumla o'rin olgan. Boyliqqa erishishga bo'lgan muhabbat agar kishining Allohga ibodat qilishiga to'sqinlik qilmasa, u muhabbat yo'lliq bo'ladi. Allohni aslash, yod etish va uning ibodat qilishdan yiroqlashtiradigan muhabbat bo'lsa, tangpungliqini yo'qotib qo'ygan bo'ladi. Bu nuqtada nimani qanchalik yaxshi ko'rish va suyishni bilish muhim. Sevgi muhabbat bilan ma'rif o'rtasidagi munosabatning eng muhim halqasi bu yerda o'tirg'i chiqadi. Alloh bu masalaga qarata mundaq deydi: Ba'zi odamlar Allohdan g'ayrini o'zlariga iloh qilib oladi.
U ilahlarni xuddi Allohni yaxshi ko'rgandek suydi. Mo'minlar bo'lsa, Allohni hammadan bak yaxshi ko'rdi. Baqara surasi 165-oyat. İmanın eng muhim funksiyasining biri muhabbatni tamponlashtirish, ya'ni nimani qanchalik suyishni belgilashdir. Shunga musulmon bo'lish, angliq bo'lish deganlik bo'ldi. Boshqacha aytganda, musulmon bo'lish nimani qanchalik yaxshi ko'rdiganligini biladigan, ongga ega ekanligini bildiradigan sifat bo'lib hisoblandi. Demak, muhabbat Allohdan boshqaga haddidan ziyoda markazlashganda sherik paydo bo'ldi. Gerçi Allah'a iman etkan bolsunmu, lekin mümin özümü bilmestin Allah'a qandaqlarca şerik keltirip qalğanlığını yoritib berdigan bu ayet, Tangri düşençisinin ol asasida muhabbatning yatadiganligini o'tirib qo'ydi. Bir obyektning muqaddas bo'lishi, hatto muqaddaslikdan xalqib, tangrilik darajasiga yetib berishda sevgi muhabbat muhim rol o'ynaydi. Bir shay'i yoki jismi bo'lgan haddidan ziyoda muhabbat uni muqaddas qildi. Muqaddaslik bo'lsa, uni gavdalantirib, birinchi o'ringa qo'yilishini, shundaqla iloh sifatida qabul qilinishini keltirib chiqardi. Azg'un aqidalarning orqa ko'rinishida ongsiz muhabbatning muhim rol o'ynaganligidek haqiqat mavjud. Ongsiz muhabbat haqiqiy yuzlanishga tegishli obyektidan xuddi nishondan adashgan o'q o'xshash eg'ib ketadi. Xulosalasak, biz hissiyat tarbiyasi bilan muhabbat yuzlanadigan obyektlar va muhabbatning obyektlarga bo'lgan nisbatini yaxshi tushuntirishimiz hamda bu ta'lim tarbiyani yo'l qo'yishimiz kerak. Umuman qilib aytganda, muhabbat hissiyat tarbiyasining yadrosini tashkil qilishi kerak. İnsonga, qarindoshlarga, davlatga, farzandlarga, mol-mulkka bo'lgan muhabbat Alloh bo'lgan muhabbatdan eshib ketmasligi lozim. Bir nuqtadan elib etqanda muhabbat imandan iboratdir. Chunki muhabbat uqumi kelib chiqqan hub so'zining mohiyatida imonmi mavjud. Bu ma'nining na'dan kelganligini bilish uchun biz Qur'onga murojaat qilishimiz shart. Kechining qorong'uliqi bosqanda Ibrohim bir yulduzni ko'rib, "Bu mening Rabbim" dedi. Yulduz petib ketibdi. U, "Men petib ketguchilarni yoqtirmayman" dedi. An'am surasi 76-oyat. Hazrati Ibrohim "Men yoqtirmayman" deganda amaliyotda "men ishonmayman" demoqchi bo'lgan. Ya'ni u "men yoqtirmayman" ifodasi orqali "men ishonmayman, iymon etmayman" degan bo'lib, u bu orqali muhabbat bilan iymon o'rtasidagi munosabatga kishining diqqatini og'dirgan. Demak, iymon aytilgan shay'i yoqtirilgan bo'ladi. Bir shay'i yoqtirilgan bo'lsa, uningga ishonch, iymon bor deganlik bo'ldi. Buni tahlil qilsak, tuvandagidek qurilmani ko'ramiz. Muhabbat bilan imonning qalbdagi o'rni bir-biriga intayin yaqin bo'lg'achqa, muhabbatsiz imonning bo'lishi mumkin emas. Imon mashhurdir. Shunga u söyleshga muhtoj. Imonni kishilarga yaxshi ko'rgizish ilohiy tarbiya xizmatida bo'lg'achqa, inson buni qila olmaydi. Ammo Alloh sizlarga imonni qizg'in so'ygizdi va uni dillaringizga ko'rkam qildi. Hujra surasi 7-oyat. Allah'ның bandalarga ato qilgan eng cho'ng ne'mati shuki, u kishilarga iymonni so'ygizdi. Agar muhabbat bo'lmagan bo'lsa, odamning qalbida iymonning shakllanishi mumkin emas edi. Iymonning qalbni zinnatlash uchun uni so'ygizish to'liq zarur. Iymonning qalbni zinnatlashi so'ylagandan keyin amalga oshadi. Muhabbat iymonni qalbga xuddi toshga uyulgan xatga o'xshash naqshlaydi. Fəxruddin Razi imanni söygüzüş ifadəsini imanni sizlərə yaqinlaşdırdı deb izahlaydı. Bundaq bolğanda muhabbətning yaqinlaşdırış alaylığı o'ttirg'a chiqadi. Xuddi muhabbat kishilarni bir-biriga yaqinlashtirgandek, imanmu kishilarni o'zaro yaqinlashtirdi. Muhabbat bilan iman o'ttirsidagi munosabat daraxt yopirmog'ining rangi bilan qurilmasi o'ttirsidagi munosabatga o'xshaydi. Rang yopirmoqqa singib ketgandek, muhabbatmi qalbga imonni singdirdi. Yaqinlashtirish, singib kirish va zinnatlash alaylik orqali muhabbat bir tarbiya faoliyatini ilib bordi. Ta'lim tarbiyaning muhabbatga yo'l etishi nihoyat muhim. Chunki ana shu vaqtda muhabbatning kishilarni Allohga va boshqa kishilarga yaqinlashtirganligi ham ular o'rtasidagi ma'naviy musofani qisqartirganligi ayon bo'ladi. Bu nuqtadan olganda muhabbat his tuyg'u bo'lishdan bakrak ta'lim tarbiya makoni, o'g'it nasihat san'atkori bo'lib hisoblandi. İnsan muhabbat orqali iymonni qabul qiladi, quchoqlaydi va bag'riga bosadi. Yana bir tarafdan muhabbat san'atkorga o'xshash qalbga iymonni naqshlaydi. Muhabbat bilan ilib berilgan ta'lim tarbiya ham sifatni oshirdi, ham qisqa vaqt ichida maqsadiga yetadi.
muhabbet tərbiyəsini paylanmagan ma'arifning muvaffaqiyat qazanış fursati bo'lmaydi. Şoňa e'tiqadlıq bir dünya yaratışni xalaydigan kishilar muhabbet deb atalgan daraxtni insonlarning qalbida iman bilan ko'katishning yo'llarini izlashi kerak. Mehri muhabbetsiz iman yüzeki, xira, manfaatsiz bo'ldi. İmanның quvvati muhabbetning ta'sir kuchiga o'ng tanasib bo'lg'ashqa, uning tarqalishi muhabbetning tarqalish doirasiga barobar bo'ldi. Aniqki, imanның muhabbetsiz qalbdan ko'chishi muqaddir. Aziz radio anglag'uchi do'stlar, bu qitimliq o'qishimiz mushada oyoqlashdi. Kelar qitimliq o'qishimizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat. Güllerinin bergide şebnem, şebnemnin livide külke. Bu dünya sevgige teşna, muhabbet can verdi gülge. Muhabbet can verdi gülge. Muhabbet yüreknin kuyu. Muhabbet hayatın nuru. Tebessüm eylesin dünya. Muhabbet bahtının nuru. Tebessüm eylesin dünya. Muhabbet bahtının nuru. Muhabbet bir ezine derya, üzülmez mengüge suyum. Üzülmez mengüge suyum. Muhabbet Muhabbet yüreknin kuyu. Muhabbet hayatın nuru. Muhabbet yüreknin kuyu. Muhabbet hayatın nuru. Muhabbet hayatın nuru.